Do'stlar, assalomu alaykum. Bu Muhiddin Mamajonovning mag'lubiyatini hamma ko'rdi. Saturn bu mag'lubiyatga chiday olmayapti. Saturn, siz bu kamarni qachon yutasiz? Men bir narsa aytmoqchiman. To'g'risi, mag'lubiyatdan keyin bu mag'lubiyatdan deb aytilmaydi-da, trombasi bor edi, mard bo'lib chiqqandi, o'zi yaqinlari bo'lardi. Lekin bunchalar mikrofonda ko'p gapirish kerak emas edi. Salgina sekingina ketish kerak edi. Xuddi o'zi konkretni 100% urib yutgandek harakat qilmaslik kerak edi. Xudo xolasa shu yilning oxirigacha inshaalloh hal qilamiz. Mendan tashqari ham akalarim bor, xudo xolasa. Amirxon aka qarab turibdi, xudo xolasa. Undan tashqari Doston Bozorov luboy vaqt qaytib kelib, yana shu kamarni qaytarib olib ketisha oladi. Bizda odam tugamaydi inshaalloh. Faqat meni alam kelayotgan narsa, xuddi o'zi urib 4 marta knockdown bo'lib. Keyin izidan shuncha mikrofonda gapirgan menga alam qolyapti. Siz Fazliddin bilan urishasizmi aka? Lubboy vaqt aka, akam uchun lubboy vaqti lubboy bilan aka. Umuman farqi yo'q aka. Bizda o'zbek millati qon oqyapti. Lubboy vaqti. Farqi yo'q aka. Rahmat sizga.